Tekşene devam ya hürmetlik vatandaş. Bugün çizlağa 2023 yıl 2. ayının 23. günü. Haftaga Perşembe. Endiki mavzumunda vatandaşa. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi Jungo Rossiyani harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlamasligi kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, oqibat intayin og'ir bo'ladi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2. ayning 23. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganiga 1 yil to'lgan kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi Jungoni ogohlantirib, Moskvani qirg'ich qurollar bilan ta'minladi. Ta'minlama. Ogohlantirib ta'minlama dedi. Agar undaq bo'lmaydi ekan, oqibat og'ir bo'ldi. Bash burjaklik binoning muavin bayonotchisi Sabrina Singh haftaning 3. kuni, ya'ni 2. ayning 22. kuni axborot e'lon qilish yig'inida Jungoning Rossiyani qirg'ich qurollar bilan ta'minlashiga munosabatlik to'xtalganda bundoq ko'rsatdi. Biz navbatda ularni, ya'ni Jungoning Rossiyaning urushini qirg'ich qurollar bilan ta'minlaydiganligini ko'rib yetmadik. Lekin ular Jungo bundoq mumkinlikni chatga qoqmaydi. Shuning uchun biz boshdan oxir bu yerda shundoq bildirib keldik. Balki men bundaq hisoblayman. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlatuvchisi Antony Blinken o'tgan hafta Myunxenda Jungo amaldorlari bilan ko'rishganda ko'rsatgandek, biz bu yerda qayta sharhlaymizki, agar Jungo Rossiya bilan munosabatni chunqurlashtiradigan bo'lsa, u holda Jungoga og'ir oqibat yetib keladi. Muavin bayonotchi Sabrina Singhning Rossiyani uzak yoki Android bilan ta'minlashim qirg'ich qurollar bilan ta'minlaganlik bo'lib hisoblanamdi. Bu to'g'rida oshkora so'zlashni xohlamadi deb savol qo'yilganda, bu to'g'rida oshkora so'zlashni xohlamadi. Jungo Rossiyani qirg'ich qurollar bilan ta'minlaganda konkret qanday og'ir oqibatlar kelib chiqadi, bu to'g'rida ham oshkorlashni xohlamadi. Muavin bayonotchi Sabrina Singh mundaq ko'rsatdi. Hukumatimiz, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati allaqachon oshkora va xususiy holda Jungo Xalq Jamhuriyati hukumatiga qanday oqibatning kelib chiqishini bildirib qo'ydi. Bu fikrni men bu yerda e'lon qilmayman. O'xshashli haftaning 3. kuni Jungoning yuqori darajali diplomati Wang Yi Moskvada Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi va boshqa yuqori darajali amaldorlar bilan ko'rishdi. Ko'rishishda Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Navbatda xalqaro vaziyat intayin og'ir. Lekin Rossiya Jungo munosabati biron chapqunlarning sinig'idan o'tdi, pishib yetildi, qat'iylashdi, tayshantig'idek muqimlashdi. Ko'rishishda Prezident Vladimir deb ko'rsatdi. Ko'rishishda Prezident Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Jungo Rossiya munosabati taraqqiy qilib, yangi bir muhitga kirib keldi. Mana shu gap bugun yana takrorlandi, tunugin takrorlandi. Bu Wang Yining da'vatgan gaplar boshqa qilib, hozir Prezident Vladimir Putin o'zi da'vatida Rossiya Jungo munosabati yangi bir muhitga kirib keldi. Buning ma'nosi nima? Siz biz tushunolmadik hozir vatandosh, keyincha oshkora bo'lishi mumkin. Yangi bir muhitga kirib keldi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlatuvchisi Antony Blinken Jungoning Ukraina urushida ikki tarafni, Rossiya bilan Ukrainani yarashtirish
keliştiriş salayeti yok. Yani aksice Cumhur Rusya'nı Kırgız kuralları bilen teminlemekçi buluvatıdı dep qaraydı. 5 burcaklık bina, muavin bayanatçı, Sabrina sen, Rusya Ukraynaga tajavuz kılganlığı 1 yıl tolgan küllerde, Cumhur'un Rusya'nı davamlı kollışı bir eğer hatalıktır. Benim şu vatandaşlarım vaziyetimiz kündü başında kilovatından da eğerleşip kilovatı bugün haberlerini özara seliştirip anlayışlı vatandaşlar.